pomidor, olma qayerda sardi, atir, gul, rangi qanaqa? Bu nima mevalardan? Men Usmonova Madina Bonu 2025-yil Psixologiya pedagogika fakulteti defektologiya logopediya yo'nalishini bitirdim. Ishga kirish tashvishi menda avgust oyidan boshlandi. Bu orada viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi meni ro'yxatiga olishgan ekan. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan ish taklif qilishdi. 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga keldim. Bu yerdagi mehnat faoliyati, pedagogik faoliyatlar hammasi menga ma'qul keldi. Va men oktyabr oyidan logoped lavozimida ishga qabul qilindim. Bu yerda bolalar bilan ishlash mashg'ulotim 20-25 minut vaqt oralig'ida bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining umumiy jamoasi juda yaxshi. Bu yerda ishlash ancha sharoitlar yaxshi.